Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan jajjigina shiringina mazali tartaletkalarni tayyorlaymiz. Birinchi idishga tuxum, shakar hamda vanilin solib yaxshilab aralashtiramiz. Kallehi yumshab turgan sariyolarini solib, venchikda bir xil bo'lgunicha aralashtirishda davom etamiz. Un hamda razrxitsi solamiz. Albatta, to'rtta razrxitsillari xamirni yanayam chiroyli chiqishiga yordam beradi. Yumshoqni xamir qorib olishimiz kerak. Xamir ustini yopib, 10 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Endi krem uchun shakar, tuxum hamda kraxmal solib aralashtirib, sut quyamiz. Gazga qo'yib, quyilgunicha tinmasdan aralashtirib turamiz. Sariyog' hamda 4 dona vanilinlaridan solib, aralashtirib sovutishga qo'yib qo'yamiz. Xamirimizni yoyib, gul shaklidagi qolipimiz bilan kesib, xuddi shunaqa keks qolipchalariga o'rnatib chiqamiz. Xamirlarimizni o'rtasini vilka bilan sanchib, qizib turgan duxovkaga tillarang bo'lgunicha jo'natamiz. Xamirlari juda ham kumir-kumir bo'ladi. O'rtasiga sovigan kremdan solib, ustini xohlagancha chiroyli qilib mevalar bilan bezatamiz. Mayin mazali mevali tartaletkalarimizni albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.